Yurtimizda bahoriy onlarlar shukuh kezmoqda. Bu esa xalqimizga xos bo'lgan ma'rifatparvarlik, bunyodkorlik kabi ezgu amallar adadini oshiradi. Qadriyatlarimiz va ilmiy merosimizni asrab-avaylashda ayni fazilatlar muhim asosdir. Ajdodlarimizning hayotini, ilmiy merosini o'rganish uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan bir qancha diniy islohotlar amalga oshirildi. Mana shu diniy islohotlar natijasida bugungi kunda ajdodlarimizning hayotini, ilmiy merosini o'rganib, tadqiq etish va keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida bir qancha ta'lim muassasalari, shuningdek xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari barpo etildi. Jumladan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturdiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, shu bilan birgalikda Hadis ilmi oliy maktabi, Mir Arab oliy madrasasi, Imom Termiziy nomidagi Islom instituti tashkil etildi. Bundan ko'zlangan maqsad shuki, bugungi kunda islom tamadduniga hissa qo'shgan, islom ilmlari rivojiga o'zini xizmatini ko'rsatgan ulamolarning hayotini, ilmiy merosini o'rganish va keng jamoatchilik yetkazish eng muhim vazifa hisoblanadi. Aynan mana shu maqsadda 2018-yil Hadis ilmi oliy maktabi ta'sis etildiki, oldingi ajdodlarimiz aynan ular asos solgan madrasalar, maktablarni faoliyatini o'rganish, qayta tiklash va mana shu maktablardan yetishib chiqadigan olimlarni yana qayta yetishtirish eng asosiy maqsadlardan hisoblanadi. Va ana bugungi kunda mana Imom Buxoriy majmuasi ochildi. Bu majmuaga kelgan har bir inson nafaqat eksponat, balki bu yerdagi ilmiy, ma'naviy ma'lumotlarni olib, bu yerda ruhiy xotirjamlik his qiladi. Qolaversa, bu mahobatli bir majmuada Imom Buxoriy hazratlarini ruhlari abadiy qo'nim topgan joyda Imom Buxoriy maqbaralari, shu bilan birgalikda Imom Buxoriyning hayoti, ilmiy merosini o'zida aks ettirgan, mujassam etgan Imom Buxoriy innovatsion muzeyi ham barpo etildi. Bundan ko'zlangan maqsad shuki, bugungi kunda yoshlarimiz butun xalqaro, xorijiy mehmonlarga ham juda ham manzur bo'ladigan bir innovatsion muzey tashkil etildiki, kirgan inson Imom Buxoriyni nafaqat bugungi kundagi xizmati, hatto umuman islom tarixi, payg'ambarlar tarixi, hadis tarixi, shu bilan birgalikda Imom Buxoriyni hayoti, ilmiy merosi va islom ilmlari rivojiga qo'shgan hissasini bevosita anglashlari mumkin bo'ladi. Imom Buxoriy merosini o'rganish butun musulmonlar qadriyati hisoblanadi va shu jihatdan Imom Buxoriy majmuasining yonida shu 2017-yil prezidentimiz tashabbuslari bilan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etilgan. Bu markazning asosiy maqsadi o'sha Imom Buxoriyning boy ilmiy merosini saqlash, avaylab, uni o'rganish, tadqiq etish va xalqimizga yetkazishdan iborat edi. Shu maqsadda bu markazning asosiy yo'nalishlaridan o'sha uni asarlarini biz markazimiz tomonidan o'rganyapmiz, tadqiq etyapmiz, tarjima qilyapmiz. Shu maqsadda markazimizda bir nechta yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Bu bir yo'nalishi aynan ma'naviy ma'rifiy yo'nalish bo'lsa, biri qo'llanmalar tadqiq etish, bittasi o'sha Imom Buxoriyning merosini tadqiq etish va xalqaro bo'limlardan iborat. Agar navbat boshlaydigan bo'lsak, o'sha xalqaro bo'lim aynan Imom Buxoriyning merosini o'rganuvchi boshqa hamkor tashkilotlar, masalan, Yevropadagi, Osiyodagi, arab mamlakatlaridagi biz kabi markazlar, universitetlar, institutlar, kutubxonalar bilan hamkorlik yo'llanib olib boradi va bu jarayonlarning asosiy maqsadi biz shu Imom Buxoriy merosini nafaqat bizning yurtimizda, balki butun dunyoda uning merosini tarqatish, uni o'rganish, ulardagi tajribani o'rganish va bu yerdagi O'zbekistondagi olimlar, ulamolar yoki shu tadqiqotchilar uchun dunyoda Imom Buxoriy haqida kim qaysi tadqiqotlar olib borgan bo'lsa, ularni hamkorlikda va o'zaro birgalikda ishlar olib borish, tadqiqotlar olib borish uchun yo'lga qo'yilishi hisoblanadi. Shu maqsadda markazimiz hozir 50 ga yaqin ilmiy tadqiqot markazlari, universitetlari bilan memorandum imzolangan va bular memorandumlarning asosiy maqsadi biz o'zaro hamkorlik yo'nalishida, masalan, maqolalar chiqarish, kitoblar nashr qilish, konferensiya, simpozium o'tkazib kelyapmiz va bu maqsadda masalan shu Buyuk Britaniyadagi Oxford islom tadqiqot markazi, Fransiyadagi yoki Turkiyadagi bir nechta ilmiy tadqiqot markazlari, Malayziya, Indoneziya, Misr, hozir Amerikadan ham Tinchlik institutidan birgalikda ham hamkorlik qilib olib boryapmiz. Bularning hammasi bejiz emas, chunki markazimizdagi bo'layotgan jarayonlar nafaqat biz uchun, balki butun dunyodagi Imom Buxoriyni qiziquvchilar uchun umuman tariximiz, vatanimiz tarixi, uni boy merosini
o'rganuvchi tadqiqotchilar uchun yangiliklar bo'ladi. Chunki bizning markazimiz bir yo'nalishda qo'lyozmalar fondi bor. Boy qo'lyozmalar fondi 1000 ga yaqin qo'lyozma, tosh bosma va tarixiy hujjatlar bor. Bular ham o'sha majmuadagi bizning markazimizning o'sha qilayotgan tadqiqotlarning manbasi bo'lib hisoblanadi va o'shalarni biz o'rganamiz. Birinchi birlamchi uni o'rganib chiqamiz, ularni kerak bo'lsa tarjima qilamiz, tadqiqot qilamiz. Bular ham bejiz emas. Bu yurtimizdan chiqqan allomalar merosini asrab avaylash yo'nalishiga kiradi. Chunki biz o'sha 100 yillar, 1000 yillar davomida bu yerda yashagan o'sha Imom Buxoriy bo'lsin, Imom Moturdiy bo'lsin, Zamaxshariy bo'lsin, Nasafiy bo'lsin, ularning asarlarini qo'lyozmalar asosida yetib kelgan bizga. Ularni saqlashimiz kerak, ularni o'rganishimiz kerak. Ularni yangi qo'lyozmalarni topishimiz kerak. Ularni xalqimizga yetkazishimiz kerak. Va bu o'sha aynan o'sha qo'lyozmalar bo'limi hisoblanadi. Ulardan olingan natijalar esa o'sha tadqiqot bo'limi ularni tarjima qilishadi, tadqiqot qilishadi, maqolalar qilishadi, konferensiyalar ishtirok etishadi. Va yana bir yo'nalishimiz bu nashriyot bo'limi, bu o'sha bor to'plangan ma'lumotlarni nashrga tayyorlashadi. Masalan, o'sha Imom Buxoriy saboqlari degan jurnalimiz bor. O'sha u jurnalimizda o'sha aynan Imom Buxoriy yoki Imom Buxoriy kabi allomalarni merosiga oid tadqiqotlarni e'lon qilib boramiz.